Hurmatli obunachilar, Parnilar xizmatkorlari ajoyib joy topib qo'ydik. Parmetonni yo'l ustida joylashgan. Magistralni bo'yiga, magistral operator magistralni ko'rsating. Shundagina mana shu uglovoy joyimiz 1 gektar. Mana bog'lari ham bor, yashab turadigan joylari ham bor. Shuni birgalikda obzor qilamiz. Mana parnimizcha hosil berib turibdi. Bu hosillarimiz chiqib turibdi mana. Ishga. Mana hosilimiz. Ataplarlar o'tgan. Bemalol qish yozin mevani olib ishlataversangiz bo'ladi. Chiroyli qilib ip qo'ygan ekan. Pomidorcha o'zayam Samarjon senga. Pomidorcha. Suvni muammosi yo'q, suvni vashillab sug'orilyapti. Hosillar ham mana tikkagina chiroyli. Asoslar hammasi qo'shilgan. Sug'orish tizimlarida hech qanday muammo yo'q. Bu tarafga oshxonamiz bor ekan. Xo'p, yotoqxona. Bu tarafga ofis. Ha, ichida dushovoylar ham bor ekan. Endi taxlanmoqda. Xo'p, sanuzel. Nima xona? Barbek oshxona, nima? O'choqxona. Ha, yoqqa. Atapleniya. O'zi ham zo'r qilingan ekan, baquvvat qilib. Bu tarafga joy, ha? Narxi startida 75 ming so'ralyapti. O'tadigan joyi bor, bemalol savdo qilib olsangiz bo'ladi. U joy mashina ham hisoblab olinadi. Reallarga reallar qilib beradi. Pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilib beringlar.